Genuist place here. Salom Farg'ona, ko'ksingda jarohat qoldirgan o'shanda mesxeti turklar aybdor yana kim ham bo'lardi doim o'zbekda eski turyuklar qo'zg'aldi qo'qon turdi oyoqqa o'zbek tili uchun o'q yedi shahar buni hammasi unutilmadi yoki men o'zim esab har safar ko'zimga yosh kelib ko'rdim arxivni nimaga bunchalar soddasan xalqim vatanparvarlar ko'tarsa ovoz hamisha teskari qilinar talqin ana Namangan aytgan bo'lardi Tohir Yo'ldosh bilan nima bo'lganda tarixda yozilgan diniy xurujmas shunchaki millatni sabri to'lganda Tohir Yo'ldoshni aybdor qilib hukumat yopganda ushbu delani yana vodiyda 2005da davomini ko'rdik ushbu temani yosh davlat edik tajribasizlik pand berdi bizga qaytalab siyosiy inqiroz yuzaga keldi kimdir jon talab kimdir non talab minglab musulmon siyosiy mahbus sababi bitta islomiy terror islamofobiya nima bu tuzum nima bu error Xayrullo Hamidov gapirsin ana boshiga nimalar tushgan o'shanda tushunmoq qiyin sen bilan menga nima his qilgan ular kishanda Salom Andijon 2005ni unutgan balkida allaqachonlar hali ham ochiq bu mavzu bo'ylab qasos olinmagan yotibdi jonlar yangi shaharni eski jarohat ustiga qurdilar so'y unutildi inqilob boshlagan missionerlar tashab qochdilar yengil qutuldi undan keyin o'sh 2010da konflikt yana o'zbek va qirg'iz o'zbek va qozoq o'zbek va tojik o'rtada adovat o'tardi ildiz chegara yopildi ziddiyat ortdi fitnaga tushdi o'rta Osiyo iqtisod muzladi siyosiy o'yin Turkiya birlikdan bo'ldik mosuvo Genuist place here. Va yangi davr, yangi rahbarni, yangi jamoasini olqishlardi xalq go'yo adashgan eski yurtboshi go'yo yangisi ko'ringandi haq isbotlab berdi ku yaqinda nukus hali ham hech nima o'zgargani yo'q lekin Amerika laychalariga ergashishdan ham butkul ma'ni yo'q agar bu millat oyoqqa tursa oyoq ostida qolar mahkama ammo birodar faqat yomonlar yoki janobni faqat maqtama ko'zingni katta och aldanib qolma yo BBCga yoki Kunduzga ishongan faqat tunlari yorqin e'tiqod atalmish yo'lchi hali beri hech kimimizni tanimas hech kimimizni yurtimizni tanimas qariyalar aytishadi halimas lekin barimiz ketamiz betar bu safarimiz alamlagan qalbimizdan narimas o'lar edik bu qalbimiz xarimas lekin barimiz qaragin yana xato taloving yana xato senga bahona bo'lmaydi adashgan odam ato yuzingga tortilsa mato qolganingda yer ostida o'lishga quvvating yetmas hatto milliard merosida qara eskirib ketasan eskirganidek akkaunt ungacha sanab o'tirmas bo'lgan zamoning akkaunt so'ngra zaboning akkaunt axir bu oxirgi raund abadiy bo'lmaganidek al yoritib yozilgan sound balki jannat savdosini boy berib qullab sirotdan tiz cho'kkancha tan beramiz mahshardagi tasrotdan qachondir aytarsan balki Robbim to'g'ri yo'lni ko'rsat balki uni toparsan ham poyon topmasa bu fursat sajdaga bosh egmaguncha o'tib ketmagin birodar axir yaqinda bu quyosh mashriq tomoniga botar barini ortiga otar qavm ichida tirilma mana qarshingda hidoyat endi ortingga burilma hali beri hech kimimizni tanimas